Oddiygina 50 ming so'mlik pinning orqasidan mashinaning egalari hozirda 500 mingga tushdi. Gap nima haqdaligini bilmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'rib turing, sizga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu qo'limda ko'rib turgan narsalaring o'zi aslida kapron pinni deydi, ya'ni qattiq plastmassali pinni. Bu pinnida yirtilish oqibatida rulovoy ichiga ponni suv kirgan va rulovoy ponni ishdan chiqqan. Buni ichidagi detallarga va boshqa narsalarga ziyon yetgan. Mana shu ko'rib turgan rulovoylarni hozirda ideal holatda qilib yig'ib berdik. Hamma pinnilarni ham original kapron pinnilar qo'yib, ichlarigacha remont qilib, hatto ichida oddiy vtulkalargacha almashtirdik va rullarni ham yengillashtirib berdik. Juda ko'pchilikda savol tug'dirilishi mumkin. Nimaga endi rulni yengillashtirib yubordingiz? Ziyoni katta-yu. Biz rulni yengillaштirish deganda o'zini holatidan ozgina miqdorda yengillashtiriladi. Bu degani katta yo'lda, katta tezlikda mashina chapga o'ngga tortib ketish holatlari mutlaqo bo'lmaydi. Agar siz ham rulovoyingizda xuddi shunaqa muammo bo'layotib turgan bo'lsa, albatta oldini olgan yaxshiroq. Albatta Avtovexga murojaat qiling. Ishlaringizni shunaqangi go'zal va sifatli holatda bitirib beramiz. Agar siz rulovoyingizda qanaqadir muammo borligini kommentariyada yozib qoldirsangiz, qo'ldan kelgancha sizga javob qaytarib, ishlaringizni sifatli va garantiyali qilib to'g'rilab beramiz. Albatta profilga obuna bo'lib, bizni kuzatish esdan chiqmasin.